obunachilar so'raydi, sho'tchigim aloqaga chiqmayotgan ekan, pakazani o'tmayotgan ekan hudud gaziga deb. Layfhak bo'lsa layfhakda. Hamma hozir sho'tchini blokka tushib qolsa, anaqa qilib yechadi, mana qiladi deb ko'rsatib beryapti-yu. Men sizlarga hozir hamma O'zbekiston Respublikasida bir 70% dan oshiq xonadonlarda turgan Ostin sho'tchi haqida gaplashamiz va ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik bizga murojaat qiladi. Batareykam to'xtab qolibdi, pakazani hamma hudud gazga bermayapti, pul yetmayapti deydi. Boshladik bismillah deb. Keyin bu sho'tchi hech qanaqa ragazdan o'g'irlab olib chiqib, kimgadir qo'yib qo'yilmagan. Bu sotuv uchun mo'ljallangan sho'tchi. Sho'tchining o'rta knopkasini bosasizlar. Tepadagi knopkani 1, 2, 3, 4. 4 marta bosasizlar. SD degan yozuv chiqadi. O'rtasini bosasizlar. Mana Ctrl low chiqadi SDda. Yana 4 marta bosasizlar. O'rtasini bosib 1, 2, 3, 4. Mana ham 88. Kimdadir 00 chiqadi, kimdadir 88 chiqadi. Ikkala holatda ham o'rtasini bosasizlar. 0 chiqadi. 1, 2, 3, 4, 5. Yana 0 paydo qo'llasizlar. 1, 2, 3. Yana o'rtani bossanglar 0 paydo bo'ladi. Endi yana 0 paydo qo'llasizlar, yana tepani bosasizlar. Mana 53, 75 paydo qolib, o'rta knopkani bosasizlar. Mana SS ikkita chizuvchi up chiqadi. O'rtani bosasizlar, poylab turasizlar. Mana bu yerda antenna belgisi yo Wi-Fi belgisi chiqish kerak. Kimdadir 00 chiqadi, kimdadir 88 chiqadi. Ikkala holatda ham sho'tchi hudud gazga ASCII tizimiga o'sha aloqaga chiqadi va pakazanliklarni u yoqqa o'tadi. Ko'pchilik murojaatchilar, obunachilar so'raydi, sho'tchigim aloqaga chiqmayotgan ekan, pakazani o'tmayotgan ekan hudud gaziga deb. Mana mashi nima desa bo'ladi? Telefonda proshibka qilinadi programma, o'zingizlar ham ruchnoy qilsanglar bo'ladi. Mana chiqdi. Antenna belgisi chiqdi, bo'ldi. Pakazani o'sha sho'tchi aloqaga chiqdi u yoqqa. Bu sho'tchida hozir litsevoy sho'tan biriktirilmagan, joyiga qo'yilmagan. Ikkala holat chiqadi, 00 va 88 chiqadi. O'shandan keyin avtomatik sho'tchiga ishlab ketadi, mana. Ishlab ketadi va pakazani aylanib o'tadi. Sog' bo'linglar.